turizm sohasini faqat sayohat qilish deb o'ylaydi. Bir nechta sabablari bor deb o'ylayman. Eng kerakli 3 ta ko'nikma qaysi? Faqat dars bilan cheklanib qolmasdan ko'proq muloqot qilishni, mas'uliyat va sabr. Qiyin tomoni nimada? Har xil xarakterdagi mijozlar bilan ishlash ham oson emas. Assalomu alaykum. Bugun biz yangi bir suhbat loyihasini boshlayapmiz. Bu podkast orqali turli soha ustozlari va mutaxassislar bilan ochiq suhbat qilib, talabalar uchun eng muhim savollarga javob topishga harakat qilamiz. Chunki ko'pchilikda bitta o'y bor. O'qiyotgan yo'nalishimiz bizni kelajakda qayerga olib boradi? Bugungi birinchi mehmonimiz sanoatda axborot texnologiyalari va turizm kafedrasi o'quvchisi, turizm yo'nalishida talabalarga saboq berib kelayotgan ustozimiz Berdiyeva Adolat Usmonova. U kishining bilim va kuzatuvlari turizmda o'qiyotgan talabalar uchun juda foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz podkastimizga. Bugun biz siz bilan turizm sohasi haqida gaplashamiz. Ko'pchilik odamlar turizm sohasini faqat sayohat deb o'ylaydilar. Lekin aslida bu qanchalik keng qamrovga ega va nimalarni o'z ichiga oladi? Keling shu haqida gaplashsak. Ko'pchilik haqiqatan ham turizmni faqat sayohat qilish, boshqa joylarni ko'rish deb tasavvur qiladi. Lekin aslida bu soha keng va juda ham ko'p yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Turizm deganda faqatgina sayyohlik emas, balki mehmonxona xizmati, gidlik faoliyati, transport tizimi, turistik xizmatlarni tashkil etish, shu bilan birgalikda marketing va madaniy merosni targ'ib qilish ham tushuniladi. Bu soha odamlar bilan ishlashni, muloqot qilishni, tashkiliy qobiliyatni talab qiladi. Shu sababli turizmda o'qiyotgan talabalar nafaqat sayohat haqida, balki xizmat ko'rsatish madaniyati haqida ham, mijozlar bilan ishlash kabi ko'nikmalarni ham o'rganadilar. Ya'ni turizm bu faqat sayohat emas, balki butun bir xizmatlar tizimi, ko'plab kasblarni birlashtiradigan keng qamrovli soha ham hisoblanadi. Sizning kuzatuvingizga ko'ra, nega O'zbekistonda so'nggi yillarda turizm sohasiga bo'lgan e'tibor ancha kuchaydi? So'nggi yillarda O'zbekistonda turizmga e'tibor kuchayishining bir nechta sabablari bor deb o'ylayman. Avvalo, mamlakatimizda tarixiy obidalar, madaniy meros, milliy qadriyatlar juda ham boy. Shu boyliklarni dunyoga ko'rsatish, sayyohlarni jalb qilish orqali iqtisodiyotni ham foyda keltirish mumkinligini tobora ko'proq anglab yetildi. Shu sababli davlat darajasida ham turizmni rivojlanishiga katta e'tibor qaratilmoqda. Turizm sohasida muvaffaqiyatli bo'lish uchun talaba birinchi kursdan nimalarga e'tibor berishi kerak? Mening fikrimcha, turizm sohasida muvaffaqiyatli bo'lish uchun talaba birinchi kursdan boshlab o'z ustida ishlash kerak bo'ladi deb o'ylayman. Faqat dars bilan cheklanib qolmasdan ko'proq muloqot qilishni, xorijiy tillarni o'rganishni va amaliy tajriba orttirishni maqsad qilib qo'yish juda muhim hisoblanadi. Chunki bu soha asosan odamlar bilan ishlashga bog'liq. Xo'p, qaysi turdagi talabalar turizmda tez o'sadi? Odatda turizmda tez o'sadigan talabalar faol, ochiq ko'ngil va yangi narsalarni o'rganishga qiziqadigan yoshlar hisoblanadilar. Ular tadbirlarda qatnashadilar, amaliyotlarga boradilar, qo'shimcha bilim olishga harakat qiladilar. Eng asosiysi o'ziga ishonadi va imkoniyatlar qidirishga harakat qiladigan insonlar hisoblanadi. Faqat diplom bilan ish topish mumkinmi? Faqat diplom bilan ish topish masalasiga kelsak, albatta diplom kerak. Negaki bugungi kunda ish beruvchilar ko'proq tajribaga, til bilish darajasiga va muloqot qobiliyatiga qarashadi. Shuning uchun talaba o'qish davridayoq amaliyot o'tashi, turli joylarda o'zini sinab ko'rishi katta ustunlikni beryapti. Bu sohada ishlash uchun eng kerakli 3 ta ko'nikma qaysi? Bu sohada ishlash uchun eng kerakli 3 ta ko'nikmani aytadigan bo'lsam, birinchisi yaxshi muloqot qila olish qobiliyati hisoblanadi. Ikkinchisi esa xorijiy tillarni bilish kerak. Uchinchisi esa bu mas'uliyat va sabr hisoblanadi. Chunki turizmda har xil odamlar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Qaysi talabalar bu sohada yo'qolib ketadi? Afsuski ba'zi talabalar faqat darsga kirib chiqish bilan cheklanib qoladi. O'z ustida ishlamaydi. Yangi narsalarni o'rganishga harakat qilmaydi. Odatda bunday talabalar keyinchalik bu sohani o'z o'rnini topishga qiynalishadi. Turizmda o'sish uchun faqat bilim yetarli emas, balki unda harakat va qiziqish juda muhim hisoblanadi.
Turizm tashqaridan juda chiroyli ko'rinadi, ammo bu kasbning qiyin tomoni nimada? Haqiqatan ham turizm ko'pchilikka juda chiroyli ko'rinadi. Sayohat, yangi joylar, turli insonlar bilan tanishish. Lekin bu kasbning mas'uliyati va qiyin tomonlari ham kam emas. Eng avvalo bu soha doimiy muloqotni, sabr-toqatni, tez moslashishni talab qiladi. Ba'zan ish vaqti aniq bo'lmaydi. Dam olish kunlari ham ishlashga to'g'ri keladi. Turli vaziyatlarda to'g'ri yo'l tanlash kerak bo'ladi. Shuningdek, har xil xarakterdagi mijozlar bilan ishlash ham oson emas. Shu sababli turizm faqat sayohat emas, balki kuchli asab, sabr, mas'uliyatni talab qiladigan jiddiy kasb hisoblanadi. Lekin aynan shu qiyinchiliklar orqali ham tajriba to'playdi. 5 yildan keyin O'zbekistonda turizm sohasi qay holatda bo'ladi deb o'ylaysiz? Mening fikrimcha qarangiz, yaqin 5 yil ichida O'zbekistonda turizm sohasi yanada rivojlanib, ancha yuqori bosqichga chiqadi. Chunki hozirning o'zida yangi mehmonxonalar qurilmoqda, tarixiy maskanlar ta'mirlanmoqda, xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanib boryapti. Bu esa sayyohlar sonining ortishiga olib keladi. Shu bilan birga turizm faqat sayyohlar kelib ketadigan soha emas, balki butun bir iqtisodiy tizimga ta'sir qiladi. Transport, mehmonxona, ovqatlanish, gidlik xizmati hammasi bir-biriga bog'liq. Kelajakda bu yo'nalishda yangi ish o'rinlari ko'payadi va xizmatlar yanada zamonaviylashadi deb o'ylayman. Eng muhimi, bu o'zgarishlar bugungi talabalarga katta imkoniyatlarni yaratadi. Agar ular hozirdan bilim va ko'nikmalarni rivojlantirib borsa, 5 yildan keyin bu sohada o'z o'rnini topishga va muvaffaqiyatga erishish uchun qulay sharoit bo'ladi deb o'ylayman. Sizningcha bugungi talaba agarda bu yo'nalishni tanlasa, kelajakda o'z o'rnini topa oladimi? Albatta, bugungi talaba bu yo'nalishni ongli ravishda tanlab, o'z ustida ishlasa, kelajakda o'z o'rnini topa oladi deb o'ylayman. Chunki turizm rivojlanayotgan, har doim yangi imkoniyatlarni paydo bo'ladigan soha. Lekin bu yerda faqat yo'nalishni tanlashning o'zi yetarli emas. Talabaning o'ziga ham ko'p narsa bog'liq. Masalan, til bilish, muloqot qilish qobiliyati, faol bo'lish, amaliy tajriba orttirish bularning barchasi juda muhim. Shunday talabalar borki, ular o'qish davridayoq o'z ustida ishlab, turli amaliyotlarda qatnashib, o'zini ko'rsatadi. Odatda aynan shunday yoshlar keyinchalik o'z yo'lini tezroq topadi. Shuning uchun bu yo'nalishni tanlagan talabaning imkoniyati bor, lekin natija ko'proq uning o'z harakati, qiziqishlari, intilishlariga bog'liq deb aytgan bo'lardim. Hozirda turizmda o'qiyotgan, lekin o'ziga ishonchi bo'lmagan talabalarga nima tavsiya bera olasiz? Eng avvalo, bu yo'nalishga kirgan talabalarga meni shaxsiy tavsiyalarimni aytadigan bo'lsam, ko'proq vaqtni qadriga yetishlarini, o'qish va bilim bilan birgalikda amaliy tajribalar orttirishga harakat qilishini, tadbirlarda qatnashishini, amaliyotlarga borishini, odamlar bilan ko'proq muloqotga kirishishiga e'tibor qaratishini tavsiya qilgan bo'laman. Yana bir muhim jihat, xorijiy tillarni chuqurroq o'rganishini, ko'proq vaqt ajratishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki turizm sohasida til bilish juda katta ustunlik beradi va bu kelajakdagi imkoniyatlar eshigini ochishga yordam beradi. Menimcha bugungi suhbatimiz juda ham maroqli bo'ldi. Ayniqsa turizm yo'nalishida o'qiyotgan talabalar uchun eng muhim maslahatlar berildi deb o'ylayman. Suhbatimizga vaqt ajratib, o'z tajribangiz va qimmatli tavsiyalaringizni o'rtoqlashganingiz uchun sizga katta rahmat deb qolaman ustoz. Rahmat taklif uchun. Keyingi suhbatlarda yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.